Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men pensiya olayotgan har bir inson, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan har bir fuqaro va ota-onasining pensiyasini tekshirib berayotgan farzandlar uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Gap pensionerlarga pul qaytarilmoqda. Pensiya indeksatsiyasi bo'yicha aldov fosh bo'ldi. Hamma pensionerga qo'shimcha pul berilar ekan degan gaplar haqida ketmoqda. İnternetda, Telegram guruhlarda, mahalla orasida turli xabarlar tarqalyapti. Kimdir menga 2 million qaytarishdi deydi, kimdir hech narsa tushmadi, demak meni aldashyapti deydi. Mana shu chalkashlikni bugun aniq sodda va huquqiy tomondan tushuntiraman. Bu ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki pensiya bu oddiy yordam puli emas. Bu yillar davomida qilingan mehnat, to'langan badallar, ish staji va qonun bilan belgilangan haqdir. Agar hisob kitobda xatolik bo'lsa, odam yillar davomida kam pul olib kelgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikning real pulini saqlab qoladi. Men avvalo asosiy narsani tushuntiraman. Pensiya indeksatsiyasi degani nima? Juda oddiy qilib aytsam, indeksatsiya bu pensiya miqdorining davlat tomonidan belgilangan tartibda oshirilishi. Narxlar oshadi, yashash xarajatlari ko'payadi. Oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar qimmatlashadi. Shunday vaziyatda davlat ayrim davrlarda pensiya, nafaqa va boshqa ijtimoiy to'lovlarni oshiradi. Masalan, pensiya 10% ga oshirildi deyilsa, bu ko'pchilik uchun pensiya miqdori avvalgisidan yuqoriroq bo'ladi degani. Lekin muammo qayerda? Muammo shundaki, odamlar indeksatsiyani hamma uchun bir xil miqdorda qo'shimcha pul deb tushunib qoladi. Aslida esa har bir pensionerning pensiya bazasi har xil. Kimdir 900 ming so'm oladi, kimdir 1.500 ming, kimdir 3 million oladi. Foiz bir xil bo'lsa ham puldagi farq har xil chiqadi. Masalan, 1 million so'm pensiya olgan odamga 10% oshsa 100 ming qo'shiladi. 2 million olgan odamga esa 200 ming qo'shiladi. Shuning uchun qo'shimga ko'proq tushdi, menga kam tushdi, demak meni aldashdi deyish har doim ham to'g'ri emas. Ikkinchi muammo, indeksatsiya sanasi va to'lov sanasi bir xil bo'lmasligi mumkin. Qaror bil sanadan kuchga kiradi, lekin amalda pul keyingi oyda yoki qayta hisob kitobdan keyin tushishi mumkin. Shunda ayrim pensionerlarga o'tgan oylar uchun farq, ya'ni qarzdorlik qilib qolgan summa qaytariladi. Mana shu narsa odamlar orasida pensionerlarga pul qaytarilmoqda degan gapni keltirib chiqaradi. Ha, ayrim hollarda pul qaytariladi. Lekin bu hamma uchun avtomatik katta bonus degani emas. Bu avval noto'g'ri yoki kech hisoblangan summa bo'lsa, o'sha farqni to'lash degani. Oldin ko'pchilik pensioner pensiya miqdorini faqat bank kartasiga tushgan pul yoki pochta orqali olgan summa bilan bilardi. Hisob kitob qanday qilingan, ish staji necha yil hisobga olingan, qaysi ish joyidagi maosh kiritilgan, qo'shimcha ustamalar berilganmi yoki yo'qmi, buni ko'pchilik tekshirmasdi. Pensiya jamg'armasiga borish kerak, navbat kutish kerak, ariza yozish kerak deb odamlar ko'p hollarda indamay yurishardi. Hozir esa vaziyat biroz o'zgardi. Ma'lumotlar elektronlashmoqda, arxivlar, mehnat daftarchalari, ish haqi ma'lumotlari, soliq va bandlik tizimlari bir-biriga bog'lanmoqda. Bu yaxshi tomoni, lekin boshqa tomoni ham bor. Elektron bazada eski ish joyi ma'lumotlari to'liq bo'lmasligi mumkin. Korxona yopilib ketgan bo'lishi mumkin. Arxivda hujjat topilmasligi mumkin. Mehnat daftarchasida yozuv noaniq bo'lishi mumkin. Mana shunday vaziyatlarda pensionerning pensiyasi kam hisoblanib qolishi ehtimoli bor. Masalan, odam 35 yil ishlagan, lekin ba'zida 28 yil ko'rinib turibdi. Yoki 1995-2000 yillarda yaxshi maosh olgan. Lekin o'sha davr bo'yicha ish haqi ma'lumotnomasi kiritilmagan. Natijada pensiya bazasi pastroq chiqadi. Keyin pensioner hujjatlarni topib topshirsa, pensiya qayta hisoblanadi. Agar qayta hisoblash natijasida pensiya oshsa, ayrim hollarda oldingi davr uchun farq ham to'lab berilishi mumkin. Odamlar menga pul qaytarishdi deganda ko'pincha mana shu holatni nazarda tutadi. Endi men sizga aniq aytaman. Hamma pensioner yugurib borib, menga ham pul qaytaring deb talab qilishi shart emas. Avvalo o'zingizning holatingizni tekshirish kerak. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda pensiyaga chiqqanida ish staji to'liq hisoblanmagan deb o'ylaydiganlar. Masalan, siz 40 yil ishlagan bo'lsangiz, lekin pensiya tayinlashda 30 yil yoki 32 yil ko'rsatilgan bo'lsa, bu jiddiy signal. Sizda mehnat daftarchasi, buyruq nusxalari, arxiv ma'lumotlari bo'lsa, tekshirtirish kerak. Ikkinchi toifa, bir necha joyda ishlagan, lekin ayrim korxonalar tugatilgan odamlar.
Masalan, sovxoz, kolxoz, zavod, qurilish tashkiloti, tikuv fabrikasi, maktabgacha ta'lim muassasasi, tuman kasalxonasi, xususiy korxona, fermer xo'jaligi kabi joylarda ishlagan bo'lishingiz mumkin. Agar o'sha tashkilot yopilib ketgan bo'lsa, hujjatlar arxivga topshirilgan bo'lishi kerak. Lekin amalda ba'zan arxivda ham ma'lumot to'liq bo'lmaydi. Shu sababli ish staji hisobga olinmay qolgan bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa pensiya tayinlangandan keyin ham ishlashda davom etgan pensionerlar. Ba'zi odamlar pensiyaga chiqqandan keyin yana 2 yil, 5 yil, hatto 10 yil ishlaydi. Bunday holatda qayta hisoblash masalasi paydo bo'lishi mumkin. Lekin bu ham avtomatik har oy katta oshadi degani emas. Qonunchilikdagi tartibga qarab, qo'shimcha ishlagan, davr to'langan ijtimoiy soliq yoki boshqa ma'lumotlar hisobga olinishi mumkin. Shuning uchun men ishlayapman, demak pensiyam har oy oshishi kerak degan tushuncha to'g'ri emas. Qayta hisoblash uchun alohida tartib va asos bo'ladi. 4-toifa nogironlik boquvchisini yo'qotganlik, yoshga doir pensiya, ustama va qo'shimcha to'lovlar bo'yicha chalkashlikka duch kelganlar. Masalan, bir pensioner yolg'iz yashaydi, lekin unga tegishli qo'shimcha imtiyoz yoki kompensatsiya qo'llanmagan bo'lishi mumkin. Yoki urush qatnashchisi, mehnat faxriysi, Chernobil bilan bog'liq maqom, zararli mehnat sharoiti, ko'p bolali ona, imtiyozli staj kabi holatlar bo'yicha hujjat bor. Lekin pensiya hisobida aks etmagan bo'lishi mumkin. Endi kim xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz oxirgi indeksatsiyadan keyin to'g'ri foizda oshgan bo'lsa, ish stajingiz to'liq hisobga olingan bo'lsa, pensiya tayinlanganida barcha hujjatlar topshirilgan bo'lsa, sizga alohida qaytariladigan pul bo'lmasligi mumkin. Bu yomon xabar emas. Bu sizning hisobingiz boshdan to'g'ri qilingan bo'lishi mumkin degani. Har bir xabarni eshitib, menga ham berishi shart deb asabiylashish kerak emas. Muhimi tekshirish. Birinchi misol. Karim ota 1 million 200 ming so'm pensiya olayotgan edi. Davlat tomonidan pensiya 12% ga oshirilsa, uning pensiyasi taxminan 140 ming so'mga oshadi va 1 million 340 ming so'm atrofida bo'ladi. Agar oshirilgan summa qaror kuchga kirgan oydan boshlab hisoblanishi kerak bo'lsa, lekin texnik sabab bilan bir oy kech tutsa, keyingi oy unga oddiy pensiya bilan birga o'tgan oy farqi ham tushishi mumkin. Karim ota kartasiga odatdagidan ko'proq pul tushganini ko'rib, menga pul qaytarishdi deydi. Aslida bu kechikkan indeksatsiya farqi bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol. Malika opa 32 yil ishlagan. Lekin pensiya tayinlanganda faqat 27 yil staj hisobga olingan. Chunki u ishlagan eski tikuv fabrikasi yopilib ketgan. Hujjatlar vaqtida topilmagan. Keyin farzandi arxidan ma'lumotnoma olib keldi. Pensiya jamg'armasiga ariza topshirildi. Staj qayta ko'rib chiqildi. Natijada pensiya 1 million billion mingdan 1 million 200 mingga oshdi. Agar qonuniy asos bo'lsa, qayta hisoblangan davr uchun farq ham to'lanishi mumkin. Mana bu haqiqiy kam to'langan pulni qaytarish holatiga o'xshaydi. Uchinchi misol. Baxtiyor aka pensiyaga chiqqandan keyin yana 6 yil qorovul bo'lib ishladi. U men 6 yil ishladim, pensiyam 2 barobar bo'lishi kerak deb o'yladi. Lekin pensiya hisob kitobi bunday ishlamaydi. Qo'shimcha ishlagan davr pensiyaga ta'sir qilishi mumkin, lekin bu ish haqi to'lovlar, qonunchilikdagi cheklovlar va qayta hisoblash tartibiga bog'liq. U pensiya jamg'armasiga borib yozma ravishda qayta hisoblashni so'rashi kerak. Og'zaki so'rov bilan ish bitmasligi mumkin. 4-misol. Zaynab aya har oy 9 ming so'm olardi. Qo'shnisi esa 1 million 400 ming olar edi. Zaynab aya, men ham bir xil yoshdaman. Nega menga kam deb xafa bo'ldi. Lekin tekshirilganda qo'shnisining ish staji 32 yil, maoshi yuqori bo'lgan, Zaynab ayaning rasmiy staji esa 20 yil ekani ma'lum bo'ldi. Bu yerda aldov emas. Hisob kitob bazasi har xil. Shuning uchun har doim qo'shniga qarab emas, o'z hujjatingizga qarab xulosa qilish kerak. Eng katta nozik jihat shuki, pensiya bo'yicha xatolik har doim pensiya jamg'armasining yomon niyatidan kelib chiqmaydi. Ba'zan hujjat yetishmaydi. Ba'zan ish beruvchi o'z vaqtida ma'lumot topshirmagan. Ba'zan mehnat daftarchasida muhr noaniq, lavozim yozuvi noto'g'ri, ishga kirgan va bo'shagan sani mos kelmaydi. Ba'zan odam norasmiy ishlagan, konvertdan maosh olgan, lekin rasmiy badal to'lanmagan. Bunday holatda pensiya hisobiga kiritish qiyinlashadi. Yana bir muhim jihat, indeksatsiya bilan individual qayta hisoblashni adashtirmang. Indeksatsiya umumiy oshirish. Qayta hisoblash esa sizning shaxsiy hujjatingiz, stajingiz, maoshingiz, maqomingiz asosida bo'ladi. Agar umumiy indeksatsiya bo'lsa, u ko'pchilikka tegishli.
Agar sizga arxiv hujjati asosida qayta hisoblash bo'lsa, bu faqat sizning shaxsiy ishingizga tegishli. Shuning uchun kimdir pul oldi degani hamma oladi degani emas. Yana bir xavfli narsa firibgarlar. Oxirgi paytlarda pensionerlarga qaytariladigan pulni chiqarib beramiz. Kartangiz raqamini yuboring, SMS kodini ayting, pasportingizni rasmiy olib tashlang deydiganlar ko'paygan. Men mutaxassis sifatida qat'iy aytaman. Hech kimga bank kartangizning to'liq ma'lumotini, SMS kodini, ilova parolini bermang. Pensiya bo'yicha rasmiy masala pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy elektron xizmatlar orqali hal qilinadi. Telegramdagi noma'lum akkaunt orqali emas. Yana bir noaniq holat, menga kam to'langan bo'lsa, necha yil uchun qaytarishadi degan savol. Bu masala har doim ham bir xil emas. Qaysi sanadan xato aniqlangan? Xato kimning aybi bilan bo'lgan? Ariza qachon berilgan? Hujjat qanday taqdim qilingan? Qonunda qanday muddat belgilangan? Hammasi ahamiyatli. Shuning uchun odam qo'shnimga 3 yil uchun berishdi. Menga ham 3 yil uchun berishi kerak deb aniq xulosa qilmasligi kerak. Sizning ishingiz alohida ko'rib chiqiladi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, pensiya miqdoringiz va tarkibini tekshiring. Siz faqat kartaga qancha tushdini emas, pensiya qanday hisoblanganini bilishingiz kerak. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilib, pensiya ishingiz bo'yicha ma'lumot so'rashingiz mumkin. Agar elektron xizmatlar mavjud bo'lsa, shaxsiy kabinetingiz orqali ham ko'rishga harakat qiling. Ikkinchi qadam, ish stajingizni solishtiring. Mehnat daftarchangizni oling. Qaysi yildan qaysi yilgacha ishlagansiz? Tanaffuslar bormi? Harbiy xizmat, dekret ta'tili, o'qish davri, imtiyozli davrlar, zararli ish sharoitlari bo'lganmi? Hammasini alohida yozib chiqing. Keyin pensiya hisobida ko'rsatilgan staj bilan solishtiring. Agar farq bo'lsa, bu farqni isbotlovchi hujjat kerak bo'ladi. Uchinchi qadam, hujjatlarni to'plang. Sizga odatda pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari nusxalari, imtiyozli maqomni tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik yoki boshqa ijtimoiy maqom bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Arxivga ariza yozganda korxona nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, taxminiy bo'limingizni aniq ko'rsating. 4-qadam, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang, yozma ariza bering. Arizada quyidagilar bo'lishi kerak. Mening pensiyamni tayinlashda ish stajim yoki ish haqi ma'lumotlarim to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Shu sababli pensiya ishimni qayta tekshirib, qonuniy asos bo'lsa pensiyamni qayta hisoblab berishingizni hamda kam to'langan summalar bo'yicha yozma javob berishingizni so'rayman. Ariza nusxasini o'zingizda qoldiring, qabul qilingan sanasi va raqamini oldiring. Chunki keyin men murojaat qilgandim deganingiz hujjat bilan isbotlanishi kerak. 5-qadam, javobni yozma oling. Agar sizga hammasi joyida deyishsa, iltimos yozma javob bering deng. Yozma javobda nima uchun pensiya qayta hisoblanmasligi, qaysi hujjatlar yetishmasligi, qaysi davr hisobga olinmagani yoki olingani ko'rsatilishi kerak. Agar javobdan qoniqmasangiz, yuqori turuvchi organlarga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Lekin sudga borishdan oldin hujjatlaringizni tartibga soling. Chunki sud his tuyg'uga emas, hujjatga qaraydi. 6-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar huquqiy matnlarni tushunmaydi, elektron tizimdan foydalana olmaydi, arxivga borishga qiynaladi. Agar sizning ota-onangiz, buvingiz, bobongiz pensiya olayotgan bo'lsa, ularning mehnat daftarchasini bir marta tekshirib bering. Ba'zan 20 daqiqalik tekshiruv odamga har oy 2000, 2000, hatto undan ko'proq qo'shimcha pul olib kelishi mumkin. Bu juda katta yordam. Ayniqsa dori-darmon xarajatlari oshib borayotgan paytda. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Pensiya indeksatsiyasini aldob deb atashdan oldin hisob-kitobni tushunish kerak. Ayrim hollarda odamlar noto'g'ri ma'lumot bilan chalg'itiladi. Masalan, hamma pensionerga 5 milliondan qaytarilar ekan degan xabarlar yolg'on bo'lishi mumkin. Yoki falon havolaga kiring, pulingizni tekshiring degan saytlar firibgarlik bo'lishi mumkin. Mana shu ma'noda aldov fosh bo'ldi. Ya'ni odamlarni chalg'itayotgan gaplarga ishonmaslik kerak. Lekin boshqa tomondan haqiqiy xatolar ham bo'ladi. Ish staji kiritilmagan bo'lishi mumkin. Indeksatsiya kechikkan bo'lishi mumkin. Ustama noto'g'ri qo'llangan bo'lishi mumkin. Arxiv hujjati keyin topilgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda pulni talab qilish mumkin va kerak.
Faqat buni tartib bilan, hujjat bilan, yozma ariza bilan qilish kerak. Baqirish, janjal qilish, ijtimoiy tarmoqqa shikoyat yozishdan oldin rasmiy yo'lni boshlang. Rasmiy javob bo'lmasa, keyingi bosqichga o'tish qiyin bo'ladi. Yana bir muhim masala, pensiya miqdoriga faqat yosh emas, staj va rasmiy daromad ham ta'sir qiladi. Ko'p odam men 60 yoshdaman, u ham 60 yoshda, nega pensiyamiz farq qiladi deydi. Chunki kimningdir 35 yil rasmiy staji bor, kimningdir 12 yil, kimdir yuqori maosh bilan ishlagan, kimdir minimal maosh bilan, kimdir zararli ish sharoitida ishlagan, kimdir oddiy sharoitda, kimdir imtiyozli toifaga kiradi, kimdir kirmaydi. Shuning uchun adolatli tekshiruv qo'shnining pensiyasiga qarab emas, o'z hujjatlaringizga qarab qilinadi. Bugun men sizga eng asosiy narsani tushuntirdim. Pensionerlarga pul qaytarilishi mumkin. Lekin bu hamma uchun bir xil avtomatik mukofot emas. Indeksatsiya bu umumiy oshirish. Qayta hisoblash esa shaxsiy hujjatlar asosida qilinadigan jarayon. Agar sizning stajingiz, maoshingiz, imtiyozingiz yoki ustamangiz to'liq hisobga olinmagan bo'lsa, siz albatta tekshirtirishingiz kerak. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, unda qo'shimcha qaytariladigan pul bo'lmasligi ham tabiiy. Mening sizga amaliy tavsiyam aniq. Pensiya miqdoringizni tekshiring. Mehnat daftarchangizni solishtiring. Arxiv hujjatlarini to'plang. Pensiya jamg'armasiga yozma ariza bering. Yozma javob oling va hech qachon firibgarlarga karta ma'lumotlaringizni bermang. Ayniqsa ota-onangiz pensioner bo'lsa, bu ishni ularning o'rniga siz qilib bering. Bu nafaqat pul masalasi, bu insonning mehnatiga hurmat masalasidir. Agar sizda ham pensiya indeksatsiyasi, qayta hisoblash yoki kam to'langan pul bo'yicha tajriba bo'lsa, albatta izohlarda yozing. Sizga pul qaytarishdimi, rad javob berishdimi, qaysi hujjat yordam berdi? Boshqalarga foydasi tegishi mumkin. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bilgan odam o'z haqini talab qila oladi. Bilmagan odam esa yillar davomida kam pul olib yurishi mumkin.